رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişinden Allah'a sığınıp panah talep qılman. Nayda şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratgan, bizni dünya ve ahiretlik nicatlik yolu bulgan, haq dini İslam diniga hidayet qilgan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlere rahmet kılıp avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birge dinni yetkizüş yolida hiç nersini aymay, keç gündüz armay, talmay, cihad kılgan barlık sahabalarga, onlarning yo'liga izchil qiyomat kuni qadar ergishib mingan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli savodashlar. Biz davomlashtirib kelayotgan Janob-ı Resulullah'ning hayot tarixi haqidagi Rahiqul Maktum nomli kitoblik darsimizning davomini davomlashtirish uchun bugun bu darsxonaga yig'ildik, to'plashdik. Bugungi boshlamoqchi bo'lgan darsimiz Cenab-ı Resulullah'ın Mekke hayatı 3 bosqichga bo'lingan. 3 bosqichning 3-chi bosqichi Da'vatul İslam xorici Mekke. Yani İslam davati Mekke sirtida degan shu joydan boshlaymiz. Er-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fi Taif. Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'da. Peygamber aleyhissalatu vesselam Taif'e nübüvvetin 10. yılı Şevval edi. Miladiye 619. yılı May ayının ahırları, iyul ayının başlarında Taif'e çıktı. Bu Taif'e bolsa Mekke'den 60 mil jiraqlıqdaydı. Cenab-ı Resulullah bu 60 mil jiraqlıqdaki bu musafani berib kelishda o'zining puti bilan piyoda mangdi. Rasululloh bilan birga Rasulullohning ozod qilayotgan quli Zayd ibn Haris bor edi. Rasululloh yo'lda bir qabilaning qishidan o'z so'lam ularni islomga chaqirdi. Ulardan bir qabila Rasulullohning bu da'vatiga ijobat qilmadi, buni qabul qilmadi. فلما انتهى إلى الطائفة عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن أمير الثقفي فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. من جناب رسول الله طائفة يتبغى وقتدا ثقيف قبيلesinin başlıklarından Akuvka 3 qarindoshni maqsad qildi. Mana bu 3 qarindosh islomiy da'vatni qabul qilib qolsa, ham musulmon bo'lib qolsa, buningga ergishib, nurg'unlagan kishilar musulmon bo'ladi degan umidda shu Saqif qabilasining boshliqlaridan Akuvka bo'lgan bu 3 qarindoshni maqsad qilib, shuning qashig'i bordi. Mana bu 3 Akuvka bo'lsa Abduyalay ve Mes'ud ve Habib diyenler idi. Bu Amr ibn Umayr Saqafi'nin oğulları idi. Fecelese ileyhim ve da'ahum ilallah. Resulullah ulanın qışığı verip oturup ulanı Allah tarafı çağırdı. İslam'ı yardım berişki çağırdı. Fekale ahaduhum huve yemrutu siyabel Kabe ey yumezziquha in kânallahu erseleke ve kâlel âkharu ema vecedallahu ahadan gayrak.
وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنه. Mana bu Cenab-ı Resulullah bu 3 oq kuni Allah tarafga islomga yordam berishga chaqiribdi. Ularning bergan javobi ularning birisi mundaq dedi. Mana o birisi olsun Ka'baning yopig'ini shitib tashlayotgan, ayda qalbi meynachilikka to'shqan, eskilikka to'lgan, razillikka to'lgan madbax edi. In kanallohu arsalak. Allah seni payg'ambar qilib avatdimi? Yeni birisi qo'pib, Allah sendan boshqa bir odamning o'zini payg'ambarlikka topolmabdimi dedi. Üçüncüsü qo'pib, men sana mangu so'z qilmayman. Agar sen Allah tarafından avatilgan payg'ambar bo'lib qolsang, men sana sening so'zingni qabul qilmay qaytirib etishning o'zini xatira intayin cho'ng odamsan. Agar sen payg'ambar olmay Allah ustidan yolg'on so'zlagan bo'lsang, sana söz qilishim asla loyiq bo'lmaydi deb javob berdi. Cenab-ı Resulullah ularning javobini anglagandan keyin Resulullah ularning qishidan qopib, ularga dediki, sizlar qildigan qilmishlaringlarni qildinglar. Endi bu mening sizlarning qishinglarga kelganligimni, sizdan yordam talab qilganligimni, sizlarni Alloh tarafga islomga yordam berishga chaqirgan, da'vat etib borganligimni boshqalardan eshiringlar dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu taife ahlinin arasında 10 gün tut. La yada'u ahadan min eşrafihim illa ja'ahu ve kellemehu. Fekalu ukhruj min biladina ve garru bihi sufaha'ahum. Felemma aradal khuruca tabi'ahu sufaha'uhum ve abiduhum yasubbunahu ve yasihuna bih. حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له سماطين أي صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمة من السف ورجموا عراقبه فاستغتضب نعلاه بالدماء. Mana Cenab-ı Resulullah Taif ahlinin arasında 10 gün durup ularınki çoğun başlıkları, yani ularning eng meşhur, eng imtiyozli odamlaridan biri odamni qoldirib qo'ymadi, lekin qoldirib qo'ysa uning qishig'i berib, uningga so'z qildi. Ular dediki, bizning bu yurtimizdan chiqib ket. Dedi, u Rasulullahga o'zlarining nativan aqlsiz kishilarini kuchkutib qo'ydi. Rasulullah Taifdan chiqib ketishni maqsad qilgan vaqtida Rasulullahga ularning aqlsiz degan kishilari, ularning qullari Rasulullahni tillab, Rasulullah vaqirab, to'lab, agishib oldi. Odamlar Rasulullahni arg'ilib oldi. Ular Rasulullah uchun bu saf bo'lib tizlab oldi. Ular Rasulullahga tosh etishga, aqlsiz divanlarcha so'z haqoratlarni qilishga boshladi. Rasulullahning topallariga tosh otdi. Bu Resulullah'ın tapallarına atkan taşın sebepli Resulullah'ın keşirlere kanulen buyurup gitti. وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَقِيهِ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَصَابَهُ شِجَاجًا فِي رَأْسِهِ. Mana bu Resulullah bilan birga mangan, Resulullah'ın azat kılavatkan kulu Zeyd ibn Haris öz canı bilan Resulullah'ını qo'g'daydi. Hem bu Zeyd ibn Haris'ga mı, onun beşiği mi yeriliş oldu, başları yerilip gitti. Hemişe bu Resulullah olan bu akılsız divan kişilik şu tariqada oldu, hatta ki o akılsız divan adamlar o Cenab-ı Resulullah'ını bu Taif'den 3 mil jiraqlıqda, yani 3 mil keladigan Rabi'aning 2 o'g'li Utba Shayba'ning beqqa qistab majburlab atadi.
Mana Janob Rasululloh o boqqa qistilib kelgan vaqtida ular o Janob Rasulullohdan qaytib ketdi. Va ata Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ila hublatin min inab fajalasa tahta zillaha ila jidar. Falamma jalasa ilayhi watma'anna. Janob Rasululloh bu üzüm talliqiga kelgan vaqtida bu talliqning soyasi ostida tam qo'yilib o'ltirdi. Rasululloh bu tam qo'yilib o'tirib, ko'ngli sal aromiga tushgan vaqtida da'a bid-du'a'il mashhur. Mana bu Janob Rasululloh yo'liqqan qattiqchilik hem yüzüge bir adamның işenmegenligiga afsuslanganlıktan Janob Rasulullah'ın kalbinin qayg'uga g'am endişelerge to'lganligiga dalolat qiladigan meşhur bir duosi bilan duo qildi. Mana bu Rasulullah'ın meşhur duosi tuvandikidek duo qildi. Allohumma ilayka ashku da'fa quvvati va qillata hilati va havani alan nas. Ya Erhamer Rahimin, Ente Rabbul Mustazafin ve Ente Rabbi ila men tekilni ila ba'idin yetecehhamuni. Ya Allah, özürge menin kuvvetimnin aciz kegerligidan, menin çağrı tedbirimnin azlıqı, amalsızlık alıtımdan, menin kişilerge har biçar olap qalğanlığımdan özürge şikayet kılıman. Ey rahim kılgıçlarının rahim kılgıçları Allah. Sen bolsan acizlarning parvardigori. Sen bolsan mening parvardigorim. Meni kimga topshirsa, menga hujum qiladigan shiroqqimi? Hem mening ishimga sen ega qilgan bu dushmangimi? In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Agar menga sening g'azabing bo'lmasa, men hech qanday bir ishga parvo qilmayman. Walakin afiyatuka hiya awsa' li. Lekin sening afu qilishing, sening afuchanliging o menga intayin kengdir. A'udhu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu az-zulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabik aw yahillu ala sakhatuk. Lakal utba hatta tarda ve la havle ve la kuvvete illa bik. Gül qarang'u zulmatla o sebepten yorub ketken senin mübarek cemalının nuru bilan panoh talab qilib sana sığınaman. Dünya ve ahiretning ishlari ening ustida yaxshi bo'lgan, butkul zulmat qarang'uliklar o sebepten yoragan senin mübarek cemalının nuru bilan Mağa senin g'azabingning tushib qolishidan yoki mağa sening azobingning aw yahillu alayya sakhatuk sening azobingning menga tushib qolishidan sana sig'inib panoh talab qilaman. Lakal utba hatta tarda. Sana kayish haqliq. Sening kayishing haqliqdir. Sen mendan rozi bo'lgin. Bu acizlik holatımdan kuch-quvvat tepishim faqat sening yordaming bilan bo'ladi degan bu mashhur duosini qildi. Falamma ra'ahu ibn Rabi'a taharrakat lahu rahmuhuma fada'u ghulaman lahuma nasraniyan yuqalu lahu Addas wa qala lahu khuz qutfan min hazal inab واذهب به إلى هذا الرجل فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكله. Mana bu Janob Rasulullah'ni Rabi'aning ikki o'g'li bu Utba bilan Shayba ko'rib, uning Rasululloh bo'lgan mehr shafqatlari harakatlandi. Yani bu ikkisining mehr shafqat tuyg'ulari Janob Rasulullah'a hareketlendi. Ular özlerinin Nasara dinideki Addas deyiladigan bir xizmatchisini chaqirib, bu xizmatchisiga dedi ki, ma bisab üzümni al, uni o adamga opirib ber. Mana bu Addas degan bu Nasara dinideki bu xizmatchi o üzümni Rasulullah'ning oldiga qo'yapti. Rasululloh o üzümga qo'lini so'zdi degan holatda bismillah
dedi, andikin yedi. Andikin dedi Addas, inna hazal kalam ma yaquluhu ahlu hazihil bilad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme min eyyil biladi ente ve ma dinuk. Qala ana nasraniyun min ehli Nineva. Addas dedi ki bu şehir ehline bu sözünü demekti. Dedi onunla Cenab-ı Resulullah dedi ki qaysi şehirdensen senin dinin qaysi din dedi. Bu hizmetçi cevap verip dedi ki ben Nasara dinde. Bu Ninive ehlidir. Yine Ninive diyen şehirdir. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam elki yaxşı adam Yunus ibn Metta'nınki mahallesidir mu dedi. Mana bu Addas o Resulullah dedi ki ve ma yudrike ma Yunus ibn Metta. Bu Yunus ibn Metta'nı sen nereden bildin? Onu sen kanda bilirse, kanda tanıysa dedi. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam zaki ahi kana nebiyyen ve ana nebiyyun. Mana o benim kardeşim. O peygamber idi, ben o peygamber dedi. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها. Mana bu hizmetçi Addas Cenab-ı Resulullah'ın beşiği yüzüne attı. Resulullah'ın kollarını, putlarını suyup gitti. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا. Man bu Rabia'nın iki oğlu Utbe ile Şeybe özara deyişdi ki senin hizmetçine gelsek o adam o hizmetçini sana buzbadi. Addas kelgan vaqtimiz bu ish ko'ylan bu Addas xizmatchiga dediki voy sit sana bu nima qiliqing seninki. قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. Dedi ki bu hizmetçi ey xo'jayinim zemin yuzida bu odamdan yaxshiroq bir kishi bir narsa yo'q. O bana peygamberden başka adam bilmeydiğin bir işini haber verdi. Dedi bu iş köylem bu hizmetçiye vayisat sana Addas. Seni o senin dininden kaytırıp atmışsın. Çokum senin dinin onun dininden yaxşıdır dedi. Ve raca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi tariq Mekke. Ba'de hurucihi minel haid kaiben mahsunan kesirul kalb. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. Cenab-ı Resulullah bu Taif'in yani bu bağdan çıkandan ki Mekke yolunda qaytib mağdı. Kalbi sonuq nayeti g'amkin ichib pushgan holatda qaytib mangib bu Qarnul Manazil degan joyga yetgan vaqtida Allah bu Cenab-ı Resulullah'ı Cibril bilan birga tog' farishtasini avatdi. Mana bu Cibril Cenab-ı Resulullah'dan Mekke ahliga bu ikki tog'ning o'zini qatlab dum ko'mtirishni maslahat so'raydi. Mana bu tog' malaikasi bu Cenab-ı Resulullah'dan Mekke ahliga bu ikki tog'ning o'zini bu qatlab dum ko'mtirishni talab qiladi. Ve qad rawal Buxoriy tafsil al-qissa bi sanadihi an Urva ibn Zubayr. İmam Buxoriy özünün Urva ibn Zubayr radhiyallahu anhu'dan rivayet qilgan bir sanadi bilan bu qissaning tafsilotini rivayet qilib bundoq deydi. Cho'qim Oyisha radhiyallahu anha Urva ibn Zubayrga shunday bir hadis so'zlab bergan. Cho'qim bu Oyisha radhiyallahu anha dedi Janob Rasulullohga hal ata alayk yawmun kana ashadda alayka min yawmi Uhud. Sana mush Uhud kuni sudummu qattiqroq bir kun kelib baqqanmi?
deb so'rabdi. Javob berib dediki Janobi Rasululloh: "Laqitu min qawmika ma laqit." Men sening qavmingdan uchirgan aziyatlarga uchirdim. Men ulardan uchirgan eng qattiq aziyat shu Aqaba kunisi bo'ldi. Men bu vaqtda o'zimni bu İbn Abdiyaleyl ibn Abdukulalga to'g'ri qildim. O men maqsad qilgan bu maqsad bu da'vatning o'zini qabul qilmadi, ijobat qilmadi. Fantalaqtu va ana mahmumun ala vajhi. Men nayet g'amkin shu qalda o'zimning beshini tuvanga tiqib mangdim. Yana beshimni yerga sangiltib aldım qarab mengiverdim. Bir vaqtdan keyin sal hoshimga keldim. Kelsem men Qarnus Saalib degan joyda ekanman. O Qarnul Manazil deb atiladigan joy edi. Farafa'tu ra'si, men beshimni ko'tardim. Ko'tarsam bu vaqtda ustimda bir bulut bor ekan, men bir bulut bilan turibdim. O bulut menga say tashlab turibdi. Men qardim. Bu vaqtda bulutning qadida Jibril bor ekan. O Jibril meni tovladi. Dedi Jibril: "Innalloha qad sami'a qawla qawmika lak va ma raddu alayk va qad ba'asallohu ilayka malakal jibal lita'muruhu bima shi'ta bihim." Çoqum Allah Taala sening qavmingning sana qilgan so'zlarini, ularning sana qilgan qilmishlarini angladi. Allah sana bu tağ farishtasini avatdi. Sen bu farishtaning o'zini ular haqida xohlagan bir ishingga buyurish uchun amr qilishing uchun. Fanadani malakul jibal. Andiki meni bu tağ malaikasi bo'lgan bu tağ farishtasi chaqirdi. Fasallama alayya. Andiki menga salom qildi. Andiki dedi: "Ya Muhammad zalik. Ey Muhammad, ahvol shu. Famashiyata xoliqingizni dang. Agar xohlasangiz ularga bu ikki tog'ning o'zini qatlab dunko'mtirma" dedi. La fa'alt, xolab qolsangiz albatta qildim. Bu yak Aqshaban, Huma, Jabala, Makka. Makkadagi ikki tog'ning nomi. Yana Abu Qubays va allazi yuqabilu. Abu Qubays degan tog' uning qarshisidagi ikki tog'ning ismi. Mana bu Abu Qubaysning qarshisidagi tog' Qayqian degan tog'dir. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap verip: "Bel ercu en yakhrujallahu azze ve celle min aslabihim men ya'budullaha azze ve celle vahde la yushriku bi şey'a." Mana bu malaikeler Cenab-ı Resulullah'a şundak degan vaqtida Cenab-ı Resulullah şunchalik aziyat, şunchalik qiyinchilik, shunchalik bir zarbalarga uchragan bo'lsa-mu, Janob Rasulullohning bergan javobi Allah subhanahu va taolaning ularning pushtidan Allohga hech narsani sherik keltirmaydigan, yolg'iz Allohga ibodat qiladigan farzandlarni, avlodlarni chiqarishini umid qilaman dedi. Mana bu Janob Rasulullohning naqadar ko'ksqonning kengligi, naqadar bu zotning apuchanligini bilib oladi. Biz Janob Rasulullohning ummati bo'lib, Janob Rasulullohning hayotimizda ulgu qilib ma'nimiz deydiganmiz. Cho'qim biz Janob Rasulullohning bu apuchanlik, bu ko'ksqonning kengligidan iborat bu isil xislatlarini, bu axloqini o'zimizga o'zlashtirishimiz intayin muhim. Biz bu apuchan bo'lishimiz, keng qo'rsoq bo'lishimiz lozim. Hattoki dushmanimiz emas, hattoki bir dinga aqida qilayotgan, hattoki bir kufrning zulmidan qochib, bir ijrat safarda bo'lgan qarindoshlarni o'zaro kichikgina bir ya so'z jihatda, yoki bir faoliyat jihatda azor yetib qolsa, uni bir umr qalbidan chiqarg'iz kelmaydigan, eninga g'umsaqlaydigan, eninga bir xil dushmanlik nazari bilan qaraydigan bundoq nachar illatlar hala bizning aramizda saqlanib kelmaydi. Biz bu jihatlardan saqlanishimiz, ham apuchan bo'lishimiz, ham kang'ur qo'rsoq bo'lishimiz lozim. Hem Janob Rasulullohning o'ttirg'i qo'ygan bu javobida Janob Rasulullohning
bu tengdassız bu obrazı karakteri. Hem enin çoğunkurluğuna yetkili olmaydıgan, enin çoğunkurluğuna bilgili olmaydıgan, Cenab-ı Resulullah enin üstüne duravatkan bu büyük ahlak namayan buludu. Ve afaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve etmeenne kalbuh لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمدها الله عليه من فوق 7 سماوات. Cenab-ı Resulullah sel hoşuğa geldi. Hem Cenab-ı Resulullah'ın kalbi Allah bu Cenab-ı Resulullah'a 7 kat asmanın üstüden bu medet kılıp sozgan bu gaybi yardım için Resulullah'ın kalbi sel aramığı düştü. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة. Resulullah Mekke yolunda ilgirlep ketip baradı. Resulullah hatta ki Vadi Nakle degan joyga yetib keldi. Ve aqama fihi ayyaman. Hem Cenab-ı Resulullah bu Vadi Nakle degan joyda bir qancha kun turib qoldi. Hem bu Vadi Nakle degan joyda bu turishga yarig'idek ikkili o'rin bor. Birisi As-Silul Kabir ve Zimet. Yine nahiyetlerge çoğun bir kelkün kelgen bir joy var, yine Zimet diye o'rin. Mana bu iki o'rinning o'zida suv ve o't yoshliq bor. Velem naqif ala masdarin yu'inu mevzi'i iqamati sallallahu aleyhi ve sellem fi. Biz endi Cenab-ı Resulullah'ın bu Vadi Nakle degan o'rinda tug'an o'rnini enip ko'z tupurdigan bir manba üstüden bir manba haqida vaqif bo'lolmadik, uni bilan uchrashamadik. Bana manba topolmadik. Demak, bu Vadi Nakle degan o'rinning Rasululloh qayerda o'ltirdi, qayerda tug'an, bu haqda bizga yordam bergidek, buni aniq ko'z tupurdigan bir manba bilan uchrashamadik, uningdan vaqif bo'lib topolmadik. Cenab-ı Resulullah aşarı turuş jarayonida Allah subhanahu ve taala Cenab-ı Resulullah'a bir bölük cillani evetti. Sekerahumullahu fi mevzi'ayni minel Kur'an fi suratil Ahqaf. O cillan Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'den iki o'rinda tilga oldi, Ahqaf surasida. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. Aslida seni Muhammed Aleyhisselam öz vaqtidagi ahvolniki biz sana jillardan bir bo'lak kishilarni qaytardik. Ular sen o'qigan, sen tilovat qilgan Qur'onning tilovatiga quloq solib tinchaydi. Ular Resulullah'ın qishig'i hozir bo'lgan vaqtida dedi ular ansitu siz jim turinglar, diqqat bilan tinglanglar deydi. Falamma qudiya Cenab-ı Resulullah'ın tilovati tugagan vaqtida ular o'z qavmlariga Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lib qaytdi. Ular deyishdi: ey qavmimiz, biz Musa aleyhisselamdan keyin tushirilgan bir kitobni oldik. Bu kitob o'zining oldidagi Tavrat, Injil o'ttirg'a qo'ygan bir ilohlik tavhid aqidasini tasdiqlovchi bo'lgan holatda tushgan bir kitobni oldik. Yahdi ilal haqqi va ila tariqin mustaqim. Mana bu kitob haqqa boshlaydi ekan, to'g'ri yo'lga boshlaydi ekan. Ya qavmana ajibu da'iyallah. Ey xalqimiz, Allah'ın bu da'vatchisi bo'lgan, Allah'ın chaqiruvchisi bo'lgan bu payg'ambarning chaqiriqiga ovoz qo'shinglar, ijobat qilinglar. Uningga iymon keltiringlar. Allah sizlarning gunohingizni kechirim qiladi, sizlarni ig'ir azobdan saqlaydi.
وفي سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى تمام الآية 15. Tağsizi Muhammed Aleyhisselam mana şunda da bayır kılındaki bir bölük jilla mening o'qigan Qur'on, mening Qur'on tilovatlarimga quloq solib uni tinshapti. Ular debdiki biz ajoyib bir Qur'onni angladik. Bu Qur'on to'g'ri yo'lga boshlaydi ekan. Biz o Qur'onga ishondik. Biz Rabbimizga hech qanday bir odamlarga sherik keltirmaymiz debdi. Mana Sura Jinning 15-oyatigacha mush oyatlar tushgan. Ve min siyaqi hazihil ayat ve keza min siyaqi rivayat allati varadat fi tefsir hazal hadis. Yetebeyyenu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem lem ya'lem huzur zâliken neferi minel cin hîne hazaru ve semi'u ve innema alime ba'de zâlike hîne atla'ahullahu aleyhi bihazihil ayat ve enne huzurahum haza kana li evveli merrati ve yaktazi siyaqur rivayat ennehum vefadu ba'de zâlike meraran. Mana mush oyatlar şunun o'xshash mush hadisni izohlab beradigan, mush hadislarning tafsiri haqida kelgan rivoyatlarning surilib kelishidan shu nayta aniq oshkor bo'lib chiqib turibdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu jillar Rasulullohning qishig'i hozir bo'lgan, Rasulullohning o'qigan Qur'on tilovatiga quloq solib uni tinishgan vaqtida bu jillarning kelganligini hazır bo'lganligini bilmagan edi. Bu nayta aniq chiqib turibdi. Hem Cenab-ı Resulullah şu hazır olup tinishab bo'lgandan keyin Allah bu Cenab-ı Resulullah'ın mush oyat orqali jillarning kelganligini bildigan vaqtida xabarda qilgan vaqtida bildi. Hem ularning mushu qatimliq hozir bo'lganligi bu tunji qatimliq ekanligi oshkor bo'lib chiqib turibdi. Rivayetlarning surilib kelishlari shuningdan keyin bu jilla bir qancha qatim bunda jamoat bo'lib, to'p bo'lib Rasulullohning Qur'on o'qigan, Qur'on tilovat qilgan joylarga kelganligini talab qiladi. Va haqqan kana hazal hadisu nasran akhar amaddahallohu min kunuz ghaybihil maknun bi junudi allati la ya'lamuha illa hu. Hakikaten bu hadisimi Allah subhanahu wa ta'ala'a bu hadisimi Allah Ta'ala'nın Cenab-ı Resulullah'a medet kılıp bergen yeni bir kalbi nusreti oldu. Yani özünün yuşurun gayb hazinesinden Allah'tan başka ikinci bir kişi bilmeydiğen koşulları bilen özünün yuşurun gayb hazinesinden Allah Cenab-ı Resulullah'a ata kılıp bergen yeni bir kalbi nusret, yeni bir yardımı oldu. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحديث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Mana mush hadis to'g'risi tushgan oyatlar, mush oyatlarning qatida Janob Rasulullohning da'vat tashviqotining g'alaba qozonganligi ham muvaffaqiyat qozonganligiga bishoratlar bo'ldi. Hem yana ve enne ayye kuvvetin min kuvvetil kavn la tastati'u en tahula beynaha ve beyne nicahiha. Hem muş kainat kuşlarından kandak bir kuş olsun bu Resulullah'ın daveti bilen bu davetinin nicat tepişi oturusunda muvaffaqiyat kazanışı oturusunda to'sqinlik qilishga kuch yetmaydiganligi mush oyat to'g'risi mush yoqda tushgan oyatlarning qadida shu bishoratlar bor. Shu bishoratlarning ichidan va man la yujib da'iyallohi falaysa bimu'jizin fil arzi va laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin. Sura Ahqafning oyati.
Yine ve enna zananna allen nu'cizallaha fil ardı ve len nu'cizehu araba. Sure Cin'nin 12. ayeti. Yine kimki Allah'ın bu davet çağırqını, yine Allah'ın çağırgan, yine Allah'ın davetçisi olan Peygamberinin çağırqıga icabet kılmagan arqanda kişi bu zamanda bizni aciz kılamaydı. Yine o kişi üçün bu Allah'tan başka onu bu azaptan kutuldurup aladigan hiç qandaq bir yakın dostu olmaydı. Ulaike fi dalalin mubin. Aynı aşk kişiler uçuk aşkarı azgınlıkta. Sure Ahqab'ın 32. ayeti. Çoğum biz hem de şundak güman kıldık ki Allah Teala'nın zımında herkes aciz kalanmaydı emas. Dep ayndaq işendik. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nı bir yağı keçipmi aciz kılanmaydı emas dep şunda işendik, şunda güman kıldık dep bu cillanın bu sözünü nakil kılıp Cenab-ı Allah bu Resulullah'ın alip bağan davet teşvikatının netice kazındıqanlığı, muvaffaqiyat kazındıqanlığı, galibi kıldıqanlığı hakkındaki bu bişaretlerini Cenab-ı Allah bu ayet arkalık verdi. Emame hazihil nusra ve emame hazihil bişarat uqşi'at sahabetul keabet vel huznu vel ya'su elleti kanet مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا. Mana muşu galibi nusrat, muşu bişaretler aldı da bu Cenab-ı Resulullah Taif'den sürgün kılıngan, qoğlangan haleti çıkandan başlap Resulullah'ı kat töbülep gelevağan bu ümitsizlik, kaygı, elem bulutları takılıp gitti. حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى بعرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديدة وبجد وحماس. Hem Cenab-ı Resulullah bu Mekke'ye qaytiş hem özününki мәңгүлік болған Allah'ın rısadını yetközüş, İslam'ını oturup koyuş cihetki tunci planını bu nati ciddi estayidillik, kızgınlık olan yeni bir canlılık keyfiyatı olan yeniden başlaydıqanlıqqa irade bağladı, el bağladı. Ve hine izin qala lehu Zeyd ibn Harise كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشا فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث في حراء فبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق liyucirahu. Şu vaxtıda Cenab-ı Resulullah Zeyd ibn Haris mındaq dedi. Endi sen ulanın qaşı qandamı kerse ulasını qoğlab çıqagan tosa, yani Qurayshli qoğlab çıqagan tosa dedi. Faqal dedi ki Cenab-ı Resulullah cevap verip ey Zeyd, çoqum Allah sen körevatqan bu qiyinchilikdan bir chiqish yo'lini ham bir yuchuqni qiladi. Çoğum Allah öz diniga yordam berdi, öz peygamberine g'olib qildi dedi. Cenab-ı Resulullah menga bu Mekke'ye yakın kelgan vaqtida Hira g'orida turdi. Cenab-ı Resulullah Huza qabilasidan o'ziga omonlik berish uchun Ahnas ibn Shurayqqa adim etdi. Faqala ana halif. Bu Ahnas ibn Shurayq javob berdiki, men bir ittifoqdosh. Bu ittifaqdaş amallık berenmeydi. Cenab-ı Resulullah Sahl ibn Umeyr'e adım etti. Sahl ibn cevap verip, çoğum Beni Amir'la Beni Ka'b kabilesiye amallık berenmeydi dedi. Feba'asa ilal Mut'im ibn Adi. Cenab-ı Resulullah Mut'im ibn Adi'ye adım etti. Fekalen Mut'im na'am. Mut'im ibn Adi cevap verip dedi ki, bunu da ona amallık vereydi dedi.
ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال ألبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل. Mana bu Mut'im ibn Adi'ning o'zi javob berib dediga bo'ladi dedi. Andan keyin bu qurollandi, qurolni qo'liga oldi, o'zining o'g'illarini, o'z xalqini chaqirdi. Dedi Mut'im ibn Adi, qurolni esinglar. Sizlar Baytullohning 4 to'rigining qashida turinglar. Cho'qim men Muhammadga amonlik berdim dedi. Andan keyin Janob Rasululloh adimi vatib Makkaga kelibdi. Janob Rasululloh bilan birga Zayd ibn Haris Makkaga kirdi. Hatta intaha ila al-Masjidil Haram. Mana Rasululloh Masjidil Haromga yetib kelgan vaqtida Mut'im ibn Adi o'zining tuyg'usining ustida turib, fanada tovlidiki, jakaladiki, ya ma'ashara Quraysh. Ey Qurayshlar jamoati, inni qad ajartu Muhammad. Men o Muhammadga amonlik berdim. Aranglardan bir odam o Muhammadga chaqilmasin dedi. Vantaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ila rukni fastalamahu va tafa bil bayt va salla rak'atayn va sarafa ila bayt. Janob Rasululloh bu Baytullohning rukniga yetib borgan vaqtida uni so'ydi va Baytullohni tavob qildi va 2 rakat namoz o'qidi. Rasululloh o'zining uyiga qaytib ketdi. Mut'im ibn Adi va uning bolalari Rasulullohning quroli bilan o'rab tug'uchidir. Rasululloh uyiga kirib bo'lg'ich. Deyildi cho'qim Abu Jahil Mut'im ibn Adidan so'radiki, "Amujirun anta am mutabiun muslim?" Sen bu Muhammadga amonlik bergichimi yoki Muhammadga ergishib musulmon bo'ldingmi deb so'ragan. Mut'im ibn Adi javob berib dediki, "Bal mujirun." Men amonlik bergichi dedi. Abu Jahl dediki, "Sen amonlik bergan kishiga biz mu'minlik, xotirjamlik beramiz" dedi. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع فقال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتن لتركتهم له. Janob Rasululloh bu Mut'im ibn Adining bu qilmishini esida saqladi. Esidan chiqarmadi. Dediki Janob Rasululloh Badrda tushgan bu mushrik asrlar haqida agar Mut'im ibn Adi hayot bo'lib, u menga ashu sesiqlar haqida gap qilgan bo'lsa edi, men ularni shu Mut'im ibn Adining yuzidan qo'yib bergan bo'lardim degan. Demak, bu Janob Rasulullohning bu faoliyatlari, bu sunnatlari bizga shuni o'rgatadiki, bu musulmon qarindoshlar qilgan yaxshilikni asla unutmaymiz. U yaxshilikqa javob qaytarish uchun yaxshilik qilishni o'ylaymiz. Hattoki dushmanimiz bo'lgan kufrlar, mushriklar bu yaxshilik qilgan bo'lsa, shu yaxshilikni yaxshilik deb tanishimiz, ham mush yaxshilikning o'ziga qarata bir yaxshilik javobni qaytarish uyida ham bo'lishimiz, ham qaytara olsak, qaytarish mumkin bo'lsa, yaxshilik javobini qaytarishimiz mana bu sunnatdan chiqadi. Mana bu Janob Rasulullohning bu hayot faoliyati bizga yaxshilik qilgan odamlarning yaxshiligiga tuzkorlik qilmasdan, yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytarishimizni o'rgatadi. Allah hammamizning bu sirat darsidan manfaatlanishga, foydalanishga hem Cenab-ı Resulullah'ın hayat faaliyetimizde ölge qilib nangishga Allah muvaffaq qilsin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.